shahri. Zerekçaqlarning qimmatli kitobini izlash uchun Xaybov atritidagilar davomli sharqqa qarab ilgirlab, eng oxirgi bir shaharga yetib keldi. Küçük şehri. Esimde qarishcha, Burtiq doktor ba'zi ishlarni so'zlab bergan. Qaraganda bizning g'alaba qiladigan kunimiz oz qoldi. Pek yaxshi bo'ldi. Men hozir zirakchaqlarning qimmatli kitobini ko'rishga o'ldirib ketyapman. Amsi biz Qozog'istonning eg'izini ichib tabriklab qo'yaylik. Tadqiqot. Burtiq doktorga. Balalarim tinchlikmi? Ha? Doktor bu ya. Balalarim, sizlarning kun chiqish shahriga yetib borganliklaringizni tabriklayman. Burtiq doktor, tezroq aytib bering, endi qandoq qilamiz? Buni mening eng yangi tadqiqot natijamga asoslanganda Zerakchaqlarning qimmatli kitobi Ramarli degan joyda ekan. U Kunchiq shahridagi dengizning o'rtasidagi bir kichik orol ekan. Ramarli g'alati simkan-ku. Sizlar faqat kun chiqadigan tikarga berib, kunning chiqishini saqlaysizlar. Ondan sahardagi tunji quyosh nuri dengiz yuziga tushganda Ramarli paydo bo'ladi. Tadqiqot. Balalarim, men berib tadqiqotimni qilay. Sizlar cho'qim ko'proq ehtiyot qilinglar. Xaybov, biz zirakchaqlarning qimmatli kitobini nihoyat tezda topa oladigan bo'ldik. Biz tezroq berib quyoshning chiqishini saqlaylik. Pili. Shamay, sana nim bo'ldi? Pili. Shamay, ansirmagan, faqat ko'pchilik bir niyatda hamkorlashsaqla cho'qim barliq qiyinchiliklarni yengalaymiz. Shandoq polvon. Shundoq, yana tezroq bo'lmasak oshxonalarni to'qiydi. Dinozavrcha qorong'u tushay deb qoldi. Gumpini yanada boshqa kuni mashq qilgin. Hey, to'xtab turinglar! Men gumpi mashq qilmadim. Aslida sizlar gumpi mashq qilishinglar kerak edi. Men degan sizlarni qo'g'dashga mas'ul. To'xtab turinglar! Hey, to'xtanglar! Başlıq, bizni rastla hazırla çıxanda. Qo'rqyapti ozqil. Albatta Xaybov atritidagilardan birinchi chiqimizda. Lekin bu tog' yo'llari qarmoqqa bekli xatarlikda qiladi. Navoga diqqat qilmay tushib ketsak-chi. Yerim yaxshi qanatim borki. Sen oldimda menga yo'l ochsan. Unda qorong'uda men yo'lni qanday ko'ra olayman? Sening yanına o'zingning paylaring bilan chiroq yoqqan o'xshamamdi. Boshlang, men tuyuqsizlar olamning nihoyat yo'rib ketganligini his qilyapman. Chiroq bu yoqqa. Sen tarafim muhimishni qilmading. Xaybov atritidagilar mendan yo'l talash qilinglarni bir ko'ray. Yo'q, anagas mangayli. Xo'p, boshlang. Tozimi bir do'tkansan. Yo'q, anagas. Sen qaysi tarafga meng'yapsan? Bu yoqqa mangdayman, bu yoqqa. Boshliq, men pek oq yo'l bo'lg'achqa asonla boshqalarga ishinib qolaman. Boshliq, meni tashlab ketma. Boshliq, meni tashlab ketma. Men kunchiqdan tikani ko'rganda qilaman.
Mən deniz dolqunlarının ovazını anlayatdım. Deniz dolqunu anlat bakaycı. Sizlar nimandaq mısıldaysizlar? Tezroq bo'linglar, tezroq. Şameni buldum. Çimmerlaydı yıldızlar kök asmanın kahride. Başlar, bu fakat kainat osman cisimleri bu halas. Sen bir romantiklik yok koş. Çünkü senin hayatın bütünlüğü renksiz. Hiç kandak bir rengdar nersi yok. Başlar, haybop etizlikler qoğlap gidiyor dep kaldı. Hem de kaldı kılımız. Ha? Sağlı tayangan bilen bulmaydı. Mendek bir kelişke yigit elbette alıp amal tepip koyman da. Başlar, bugün rastlı xeyli kamlaşka bop kapsız cuma. Kartman kallık bu yak çık. Ha? Delmuşunda kartuman quyosh nurida to'silib kunchiq shahrini qorong'ulik qaplasa, Xaybo atrofidagina bu qorong'u qiyadan kapsulib qoladi. Qani ular ham oralig'i qanday bora olaydi-ki? Bu qitim ular tugishibdi. Nima degan qoldiz? Lekin kartuman kalliki atrof kuchi bilan quyoshning barliq nurini to'sib qololmaydi. Yo'g'on gaz elektromagnetik ilg'irlashtirish tapachisi menga be. Çatak yok başlar. Bana bak. Ha? Kartuman şayı pürküp çıkargan kartuman uzunca tarqalib ketmeydi. Başlar, siz rastlı bekçilişken cuma. Elbette şundak. Sen neymiş ki bugün bayqasan. Görüşmegine uzun boptu. Senin çok kartuman şayı. Bekle yerib ketdim. Bu taqayamış nimanç testu. Biz xeyli ko'p behuda yo'lmangandek qilamiz. Şundak yol taksi bacaydan 4 qatam öttük. Bili. Yelim yaxşı quyosh chiqmabdi. Hali iş qoniymiş ki işlemini kögül bo'lmaydigandi. Kechisi tuman ko'p bo'ladi. Tong atganda balkim yo'qolib ketishi mumkin. Bekle yerib ketdim, birdan uxlab olaychi. Tanrım, biz qanchalik uxlagandimiz? Bir yil uxlagandimizmi? Texi tong atmabdi-ku. Yana birdan saqlab baqayli. Qo'sug'im bek ichib ketdi. Biz saqlag'ili qanchalik bo'ldi? Bu kecha boshqacha uzun kecha bo'ldi-ku. Sen neymiş ki man qarab tushkirsan, ha? Nima degan yer gelishlik, nima degan yer gelishlik, nima degan yer gelishlik? Qartuman shahi, qartuman kalligini ilg'orlashtirishdan paydo bo'lgan. Qaltis mahorati darajadan tashqari qartuman paydo qilish va zanjirsimon hushsizlantirish tumani purkish. Shundaq deyishga bo'ladiki, uning kuchi intayin qaltis, uzun do'shiga keladi, uzoqgacha tarqalib ketmaydi. Aslida qora tuman quyosh nurini to'sib ekan-da. Bizning hech nimani ko'rmaganimiz bekor emas ekan-da. Yaxshi-ku, yana ishkanglarkansizlar-da. Men bosam nim bo'pti. Faqat malli bo'ladigan men ram oraliq boramiz deb ham xayr qilishma. Bizning behuda shuncha uzoq yo'l mangishimizga aslida salla. Sen soltak xeyli aqlliqkansan. Ishkanglar oshirib etdinglar. Oshirib etdikmi? Oshirib etganimizni texi endi ko'rsada. Qartuman shoyi, ularga o'zingni bir ko'z tib qo'y. Pedrozavor, tez bu yoqqa. Pedrozavor bekla paturkan, u bizni qo'g'dig'iga ketdi.
Lep bu. Ay, Petrosavr qatirib qo'yish kompasini ishlatadigan bo'ldi. Shuncha xatarlikkan bu. Sizlar toshni ilib o'zinglarning putiga tashladinglar. Petrozavurmuş de menimcha umutayliqkan bu, menimcha men yanada qaltiskanman. Hey, bu atrofdagilarning bu qadam qanday qutula oladiganini men bir ko'ray.